Bo'lmas? Mollarga qara. Oldiga hashay tashab, tagini ham tozala. Menga uf tortma bola. Jonimga baqirma. Kitobini o'qisin. Bizlarning avloddan ham bitta ziyoli chiqsin. O'qib olim bo'larmidi? Menga dunyoni olib berarmidi? Qishloqni bolasiga o'qishni kim qo'yibdi? Qo'rada 20 ta hisori qo'y turibdi. Shuni boqib ko'paytirsin, keyin menga rahmat desin. Qo'yingni gapirmasan. Qo'y bolam o'qimadi, qo'y bolam islanmadi, qo'y bolamlab bolani qo'y qilib qo'ygansan. Erkak kishi oila boshi ko'proq pul topish kerak. Hali opasini uzatib, uyni tomini yopish kerak. Yalpay bo'lma, kech tushyapti. Hali o'tin chopish kerak. Sudaqulni uylagani ikkita uy ham solish kerak. Bularning hammasiga pul kerakmi? Pul kerak. Sen sharoitini qilib bersang, erta o'qishga kirsa, yaxshi ishni boshini tutsa, pulni o'zi kelaveradi. Aytmasangiz ham bo'laveradi. O'qishga topshirdilar. Kontraktga ham kira olmasdan bashara bilan yiqildilar. O'qishga kirish uchun tayyorlanish kerak dedi. Tayyorlaning o'g'il bola. Repetitorga pul bering. Borib toshingizni tering. Senda o'zi uyat bormi? Nima pul zavoding bormi? O'lmas, suvabki. Sanday paytimda dadam 2 dona qo'y bergan. O'shani ko'paytirib 20 ta qilganman. Otani gapiga kirib kam bo'lmadi ko'rgilay. Hozir shuni chayvolay, dorga yoyishib borasan. Podachilik yoqmasa, Rossiyaga borasan. Stroykada ishlasang, yaxshi soqqa topasan. Ha, bola bo'lmay balo bugur, kirimni rasvo qilding-ku. Yana boshqatdan yuvamanmi? Masallaga cho'rimanmi? Qachon foydang tegadi? Ba'zan shunday bo'ladi. O'z uyingda bo'la turib, uyga ketging keladi. Yaqinlarning qattiq so'zi yuragingga tegadi. Oilani nochorlikdan olib chiqsa bo'ladi. Bu ish faqat bittagina farzandning qo'lidan keladi. Og'ir yigit, sening go'zal, nurli ko'zingda bir millatning saodatin, baxtin o'qidim. O'ylashingda, turishingda hamda o'zingda bu yurt uchun qutulishning borlig'in ko'rdim. Turma, yugur, tinma, tirish, bukilma, yuksal, hurkma, kirish, qo'rqma, yopish, yo'rilma, qo'zg'al. Faqat qo'rqmay o'qish kerak. Qiyinchilik hammada bor. Uni yengib o'tish kerak. Bugun imkoniyatlar bisyor. Undan foydalana olish kerak. Dunyo bilimlarining kaliti shak shubhasiz albatta til. Ko'proq til bilish kerak. Biz qiynalib o'qiganmiz. Bugun bepul hamda oson. Ibrat Academy tayyor. O'qib o'rganish uchun 23 ta til bor. Yana qo'shimchasiga savodxonlik darslari bor. Ukalarim, singillarim, siz millatning umidisiz. Oilangizning najotkori. Sizlar uchinchi renessans, kelajakning bunyodkori. O'qing, o'qing, faqat o'qing. Ustingizda ishlang takror. Til o'rganing, ibrat bo'ling. Ibrat Academy tayyor. Axir sizning qoningizda jadidlarning qonlari bor. Yomon tegmadimi? Uzr. No problem. Til o'rganyapsanmi? Ha? Qayerda? Mustaqil, pulim yo'q kurs olishga. Bu aybimni yuvishga. Yomon tegmadimi? Uzr. Yaxshigina tegdi. Rahmat. Til o'rganyapsanmi? Ha? Qayerda? Mustaqil, hali markaz topmadim. Telefoningni berchi. Nima o'rnatdingiz? Nima bu? Bu Ibrat Academy. Tilni bepul o'rganasan. Rahmat sizga. Yiqitib yordim, kechirasan. Hech qisi yo'q. Uka.
to'g'ri yo'ldasan. O'sha odamni uchratganim hali hanuz yodimda bor. Ismini ham bilmaganman, lek minnatdorman. Minnatdor. Men o'g'limni o'qitganman. Qo'lini ishga urmaganman. Chunki o'qisa zo'r bo'lib ketishini bilganman. Shunday o'g'lim borligidan faxrlanib yuraman. Sizlar ham bolalarni o'qitinglar. Zo'r bo'ladi. Va'da beraman. Rahmat.